Samarqand shahridagi Diyora to'yxonasidan hech qanday kam bo'lmagan Qo'shrabot tumanidagi Diyora to'yxonasida bugun to'y jinnicha bo'ladi. Va jajji farzandlarimiz agar tortlarni kesib bo'lgan bo'lsalar, kechimizga yakun yasarkanmiz. Mana shu amakajonimizni bitta duolarini eshitamiz. Undan so'ng esa mana shu kechimizga yozilgan qutlug' dasturxonlarimizga chiroyli fotihalar, yoshlarimizga oltin duolar bilan biz ularni o'z manzillari tomon, baxt qasri tomon kuzatib qolamiz. Marhamat.